Assalomu alaykum. Keyingi videolarimiz aynan hozir qilayotgan ishlarimizdan Neptun ustanovkasi. Bu butun kvartirani suvdan himoya qiladi, suv toshishidan, ya'ni himoya qiladigan qurilma. Deylik, aqlli qurilma. Shuni o'zimizni Farg'onadan topa olmadim, Polsha bozoridan. Polsha bozorida shunaqa zamonaviy santexnika sotyapti, lekin ular ham uncha bilishmas ekan. Bizda uncha bilishmas ekan deganimiz sababi bu, demak bizda ommaviy tarqalmagan. Mana uzun marketdan telefonni zapiska qo'yib, ekran zapiska qo'yib qidiryapman. Mana Neptunda umuman boshqa narsalar chiqdi. Uzun marketda Neptun chiqmadi. Demak bilmaydi hali, biz O'zbekiston uncha ommaviy ishlatmaydi. Endi Rossiyani Azon internet do'koniga kirib, bitta yozaman Neptun deb qarab turinglar. Neptun yozaman, bir dunyo chiqadi. Narxlari bilan, modellari bilan. Neptun aqlli qurilma butun kvartirani suv toshishidan himoya qiladi. Agar siz shuncha qimmat pulga kvartirangizni remont qilsangiz, suv toshib ketsa, nafaqat o'zingizni kvartirangizni, pastdagi xonalarni, qo'shnilarni ham uyini remont qilib berishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun pulni qizg'onmasdan $400-500 shuni ustanovka qilinglar.